Voyu. Ha? 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 Bir minut, hop. Kechirasiz. Bo. Tushunmadim. Tez o'tiring. Kim u? Umi? U. Kim u? Nima? Sha'noz. Sinfdoshim, bir paytlar birga o'qiganmiz. O'zgarib ketibdi, qara. Yo'q. Nimani gaplashdingiz? Xol-ahvol so'radim, bo'ldi. Yuravering shunaqa hol-ahvol so'ra. Jonim ketadi shuni izlasha. O'sha soch uzun sariq. Ismini Shahnoza dedilar. Yo'q. Yo'q Shahnoza, yo'q. Telefondan ham qidiryapman, unaqasim yo'q lekin chiqmayapti. Aldaganlarmi shunda meni? Mani telefonimmi? Voy. Nimaga mani sinfdoshlarim rasmini olding? Men surishtirdim. Hamma sinfdoshingizdan so'radim. Bittasi ham aytmadi Shahnoza degan sinfdoshingiz borligini. Detektiv xotin. Kim edi kechagi qiz? Aytaymi? Poylab tur, hozir aytaman, xo'p? Qatga? Hozir. O'shanda dedim-u? Shampun demoqchi edim. HSRV kompaniyasidan 4 xil shampunni maza qilib olib ketdi o'sha qiz. To'xtab turing dedim-u? Borib so'radim. Mani xotinim sochiga uncha-muncha shampun tushmaydi. Miyamni qachon chiqarib olgan shampun so'rayveribdi. Qara. Bittasi qazg'oga qarshi, bittasi yog'li sochli uchun. Men sochim yog'li emas. Yo'q, saniki unaqa emas. Yana bittasi bo'lsa, nozik sochli bor-ku. Sochim qalin. Dunyoda yo'q soch sanda. Nima shuni aytmadingiz bittada? Shu hamma erkaklarning qonida bor-da, menimcha. Shu ayol agar mabodo rashq qilayotganini ko'rib qoladi-yu, battar qilgisi kelib ketadi, chunki yoqadi. Ayollarda hamchi? Bitta odat bor. Qanaqa ekan? Arazlab haftalab gaplashmaslik. Voyo. Masha odat lekin yomon odat. Mana degan erkaklar ham chora topolmayapti shunga. Men lekin faqat shampun so'radi, boshqa narsa so'raganim yo'q.